Assalomu alaykum barchaga. Demak, ko'p vaqtdan beri video olishga imkoniyat bo'lmay qoldi. Hammadan uzr so'rayman. Sebebi planshet buzilib qolib edi. Endi istab turibdi, Allohga shukr, o'nglatdim. Endi tak bizlar foiz konsentratsiya. Foiz konsentratsiya 101-savol deydi. Demak, hajmi deydi, ko'lami 1 litr bo'lgan va zichligi 1,011 gram taqsim millilitr, ya'ni gram bo'lingan millilitr bo'lgan 3% li o'rta borot kislotada necha gram bor elementi mavjud deb so'rabdi. Demak, bizlar olishimiz kerak bu yerda birinchi navbatda 1 litrda desak 1 litrda ko'paytiramiz bunga. 1 litrda bunga ko'paytsak, ol millilitrga o'tadi. Bunda ol 1000 millilitrning o'zi bo'ladi. 1000 millilitr bo'ladi. 1000 millilitrda demak zichligi 1,011 gram bo'lingan millilitr deydi. Uni tig'izlikqa ko'paytamiz. Ko'paytuv demak chassoq bo'ladi bizlar bu yerda 1,011 deb. Tak. Demek 1000'da 1,011 ga ko'paytirgan bo'lsak 1011 degan javob kelib chiqadi ekan. Gram. Demek bu yirtpenin gramı. Şami yirtpenin gramı. Yirtpe. Demek общий yirtpemiz 1011 gram bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ol 100% deb olamiz. 100% deb olamiz. Onun kuramında 3% orta barat, yani tuz ekende x deymiz, teng deymiz. Demek bu yerda 3'ni ko'paytamiz, 1011 ga bo'lamiz 100 ga. Shunda x ning manisi kelib chiqadi bu yerda. Demek ko'paytib bo'ladigan bo'lsak, javob kelib chiqadi 30,33 degan. 30,33 kelib chiqadi. Bizlardan so'rayotibdi, o'rta borot kislotaning quramida necha gram bor bor deb so'rayotibdi. O'rta borotning bu yerda formulasini yozishimiz kerak. Formulasi bu yerda berilgan. Shuni yozib olamiz. Demek bunun molekulyar massasini hisoblaydigan bo'lsak, 62 gram kelib chiqadi. 62 gram bo'ladi. Bunun quramida bor bor. Borning molekulyar massasi 11 gram bo'ladi. Bizlar tavdiq o'rta borot kislotaning massasini. Demek qo'shimning rangini o'zgartirib jo'rayingizmi? 30,33 gram tavdiq.
Demek tuzimizning massasi 30,30 chiqdi. Jami eritmaymiz bo'lsa 1011 gram chiqdi. Demek tuzum gramındagi biz element so'rayapti. So'ng shu bu x tejursak bo'ladi. Demek 11 ni ko'paytirimiz kerak. 30,33 ga bölümümüz kerak 62 ga. Sonda javob kelib chiqadi bu yerda x ning ma'nosi. X ning ma'nosi kelib chiqadi. 5,38 degan javob kelib chiqadi. Demek javob bu yerda D variantga to'g'ri keladi. D variant to'g'ri.